keyingi mavzuyimiz xalqaro professional sertifikatlarga ko'p tilli tayyorgarlik, tajriba va natijalar. Uni esa APKO hisob va moliya bo'yicha xalqaro akademiya direktori Mahsuma Ahrarovna Ashurmetova o'tkazib beradilar. Marhamat, tribuniga sizni taklif qilamiz. Уважаемые участники сегодняшнего форума, следующая наша презентация по теме «Мультиязычная подготовка к международным профессиональным сертификатам. Опыт и результаты». Проводит директор Международной академии по учету и финансам APKO Mahsuma Ahrarovna. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli moliya yo'nalishini mutaxassislari. Hammalarni bugungi tadbirdan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Menga O'zLiDeP va'da emas natija, to'g'rimi? Ertaga emas bugun degan shior juda ham diqqatimni tortdi. Jarayon emas natija degan bo'ladi. Ya'niki bu endi APKO'ni qaysidir ochilishi marosimida edaman. Nima sababdan? Chunki sizga ham rahmat deyman. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili bo'lib chiqdingiz. Biz APKO akademiyasi 8 yildan beri 14 mingdan ziyod talabalarimizni, bitiruvchilarimizni amaliy buxgalteriya deyman, hozircha buxgalteriya, amaliy buxgalteriyada ish bilan ta'minlanishini yo'lga qo'ygan akademiya hisoblanamiz. Va ACC tashkilotining oltin partneri hisoblanamiz. IBP tashkiloti bor, mana hozir ACFP tashkiloti bilan ham birga hamkorlik qilamiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Sertifikatlar muhim, bilim muhim, amaliyot muhim. Lekin eng asosiysi natija muhim. Ya'ni bizni bitirayotgan har qanaqa universitet bitiruvchilari, har qanaqa mutaxassislar xohlaymanki xalqaro standartlarga ega bo'lgan ham amaliy, ham nazariy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassis bo'lishlari muhim deb va bunda biz birlashishimiz kerak. Ya'ni bu tijoriy ma'noda kelyapti yoki tijorat uchun ACC deyishiga tamoman fikrim boshqacha. Aytib o'taman. Nima sababdan? Chunki ACC tashkilotini oltin partneri va o'zim ham F9 darajasigacha ega bo'lgan mutaxassis sifatida ayta olamanki, ACCdagi bilimlar xalqaro jihatdan juda ham o'zini aksini topgan va har bitta Kaplan degan, masalan, aytib o'tdingiz, ekspert sifatida aytaman, juda ham yaxshi material va Kaplanni o'rganayotganimizda mingdan ziyod tashkilotlarni har bitta keysini ko'ramiz. Ya'ni bu amaliyotdan tashqarida degani emas. Bu nazariy degani emas, bu amaliyotga yaqinlashgani degani. Va hozir men juda ham katta xursandchilik bilan aytaman, ACFP tashkilotini o'zbekcha tarjimasi bilan o'zbekcha 5 ta paperni tenglashtirilgan tizimini yo'lga qo'ygani bu O'zbekiston uchun juda ham yaxshi bitta boshlang'ich nuqta bo'ladi, xalqaro standartlarni olish. Endi milliy standartlarga qaytaman. Akademiyamizda bir minut. Akademiyamizda milliy standartlarni o'zimni tanishtirdim. O'zim ham xalqaro darajadagi buxgalter auditorman. 2009-yilda biz Right Accounting MChJ tashkil qilganmiz. 2017-yilda APKO brendi ostida o'quv markazi tizimini qo'yganmiz. 2020-yilda xalqaro ACC tashkilotini Silver va 22-yildan boshlab Gold hamkori hisoblanamiz. 2025-yilda O'zbekiston buxgalteriya milliy va xalqaro standartlari bo'yicha ham onlayn, ham offlayn darslarni yo'lga qo'yganmiz. Bitiruvchilarimiz aytganidek milliy sertifikatsiyada 14 mingdan ziyod, 50 ta xalqaro toifadagi ustozlarga, 20 ta buxgalter auditorlarga va 450 ta hamkorlik qilgan tashkilotlarni a'zosi hisoblanamiz. Milliy standartlar dasturiga to'xtalib o'tmayman, men hozir asosiysi menga xalqaro standartlar bo'lyapti. Nima sababdan? Chunki milliy standartlarda biz buxgalterlarni chiqaramiz va juda ham to'g'ri bo'ldi. Buxgalter emas, moliyachi bo'lish muhim. Va bilim olganda bilimni tahlil qilish muhim. Mohiyatni o'rganish muhim. Biz ACC tashkilotida aynan mohiyatga to'xtalib o'tamiz va rus tilida MSFO, Pre-DPFR va DPFR diplomlarini o'rgatamiz. ACCda F1 dan F9 gacha bo'lgan har bitta darajani o'rgatamiz. E'tibor beraylik, ACCdagi darajalarga bu yoqda faqat finance so'zi ishlatilmaydi, ya'ni moliya emas, balki boshqaruv hisobi, finans hisobi, buxgalteriya hisobi yoki moliya hisobi, corporate and business law deymiz, korporativ huquq, performance management bu aynan eng kerakli bo'lgan boshqaruv hisobining hozir KPI deymiz, boshqaruvdagi
tizimlashtirishni yo'lga qo'yish, performance management F5, default taxation bo'lyapti, nalog bo'lyapti, F7 financial reporting bo'lyapti, transformatsiya masalasida to'xtalib o'tishim kerak. F7 ni qilgan odam bemalol transformatsiya qilishi kerak deysiz. Bunaqa emas, ozgina to'xtalaman. Yoki bir gaplashib ko'rishimiz kerak. Amaliyotda bo'lgan narsalar. To'g'ri, ya'ni aytayman-ku, jarayon emas, natija degan narsani to'xtatishimiz kerak. Va audit va insurance F9 moliyaviy boshqaruv. Men xohlardimki, hozir biz SAP va transformatsiya kurslarini ham yo'lga qo'yganmiz. Aynan amaliyotga asoslangan transformatsiyani qila oladigan mutaxassislar chiqishi yaxshi. Lekin transformatsiya hayotimiz mazmuni emas. Transformatsiya milliy standartdan xalqaro standartlarga o'ta olmasligimizning sababi ham ACC'da F7ga ega bo'lgan o'quvchilarni ish topa olmayotganligining sababi ham aytib o'taman. Bu amaliy ko'nikmalar va O'zbekistonda oxirigacha ish bilan ta'minlanish liniyasini nima qilinmagani ko'rib chiqilmagan. Ayta olamanki, ACC sertifikati ega bo'lgan odam 180 ta davlatda o'zini ishini topishi mumkin, hatto onlayn tarzda ham. Va bizning bitiruvchilarda xuddi shunaqa ish bilan ta'minlanganlar yetarlicha. ACC'da ham men balkim kimdir tijoriy o'qiydi, kimdir bu partnyor bo'lgani uchun shunaqa yo'q. O'qigan odam sifatida aynan ACC studenti hisobida ayta olamanki, haqiqiy amaliy 120 yildan beri o'z tasdig'ini yo'qotmagan, 120 yildan beri standart o'zgarmagan bitta bilimni olamiz. Va bu 180 ta davlatda, rivojlangan davlatlarda qanaqa qilib moliya tizimi qo'yilgan, qanaqa qilib taxation tizimi yoki bo'lmasa qanaqa qilib management ekan boshqaruv hisobini o'rganish har bitta O'zbekistonda yoshlarga yoki malaka oshirmoqchi bo'lganlarga talab doirasida bo'lishi kerak. 46-11 ni ham shu talabni qo'yganlari bu yana bitta bosh o'sish nuqtasi. Kadrlarga bo'lgan talabni yuqori tizimga qo'yish nuqtasi bo'ladi. Ixlos maktabini ochganmiz 2023-yilda va Ixlos maktabi bu 10 va 11 sinfdayoq FCC'ni fundamental F1 dan F3 gacha sertifikatini olib chiqayotdi bizni o'quvchilar. Ya'ni agar F1 dan F3 gacha bo'lgan sertifikatni 11 sinfda olayotgan ekan, demak koddalarda, ya'ni institutda bitiruvchi yoki 2 yil ichida hamma 9 ta paypor olishi mumkin. Xohlardimki, bizda har bitta mutaxassis yoki kimdir farzandi bo'lsa, kimdir moliya sohasida o'zini karyerasini boshlamoqchi bo'lsa, albatta ACC tashkiloti xalqaro tashkilotini sertifikati uchun emas, bilimi uchun, mohiyati uchun va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishi uchun o'qishini xohlagan bo'ladi. O'zimizning 8 yillik bitiruvda hali 14 mingdan ko'p bo'lgan o'quvchimizni bittasi ham ishsiz qolgani yo'q. Ya'ni bu o'z tasdig'ini topyaptiki, amaliyot bilim bilan birga bo'lsa, u har doim o'z o'rnini topadi va kara-karaga pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin. Agar bugun buxgalter bo'lib boshlagan bo'lsa, ertaga moliya maslahatchisi, undan keyin auditor, undan keyin fin management, ya'ni moliya bo'yicha boshqaruv CEO darajasiga ham ko'tarilishi mumkin bo'lgan kadrlar haqida gapiryapmiz. Agar bizda tadbirkorlik, biznes keng ko'lamda rivojlanishini xohlasak, albatta ACC tashkilotidagi bilim va ko'nikmalarni o'tdagi 1000 ta keysni o'rganib chiqqan yosh boshlamoqchi bo'lgan kadr hech qachon minusga yoki hech qachon afsuslanadigan bekor shu sertifikatni oldim deydigan holatga tushmaydi. Buni akademiya rahbari sifatida kafolatlar olaman. Undan keyin yana bitta narsaga ahamiyat berishlarini xohlar edim. Bizda umumiy olganda hozir sun'iy intellekt davri boshlanayotgan ekan, juda ham to'g'ri aytdik, buxgalterlar lavozimi xavf ostida qolishi tabiiy. Chunki ko'p kassa uchetlarini, ko'p operatsiyalar, buxgalteriya bu operatsiya, ikki yoqlama yozuv. Siz aytgandek balansni provodka bilan qilib bera oladigan dasturlar juda oson qilib bera oladi. Sun'iy intellekt buxgalterlarning o'rnini bosa oladi. Va hozirda O'zbekistonda eng ko'p ish bilan ta'minlangan soha buxgalteriya sohasi. Aytmoqchimanki, ana shu buxgalterlar hozir malakasini oshirib, moliya, tahlil qiluvchi, audit, nalog, soliq bo'yicha maslahatchisi degan ko'rsatkichligi, kategoriyalarga, lavozimlarga chiqib olishligi kerak. Va universitetlar ham, ya'ni universitetlarni hozir biz taklifda chiqyapmiz, universitetlar ham aynan amaliyot bilan birga ishlaydigan, ya'ni ular faqat amaliyotni o'rgatamiz, biz faqat nazariyani o'rgatamiz emas, birlashib biz bilan yoki bizga o'xshagan
hamkorlar bilan birlashib, masalan, ACC ham, IBP ham, boshqa xalqaro tashkilotlar har doim birlashishga ochiq, har doim o'sishga ochiq. Mana xohlardim, universitet talabasida amaliyot kerak, amaliyot bilan o'rgatish, ularda qiyin bo'lishi mumkin, chunki firmada yo'q amaldagi. Lekin biz orqali, bizdagi kompaniyalar orqali hamkorlik qilib, bemalol amaliyotni yo'lga qo'yib, 4 yil bitirgandan keyin ishi tayin bo'ladigan, shu kadrlarni kutib turadigan bitiruvchilar chiqishini xohlagan bo'lardim. Oliy ta'lim zo'r, oliy ta'lim kerak. Eng kerakli narsa amaliy va nazariy bilimlari bilan tugashi kerak deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Agarda kimda kim savollari bilan murojaat qilmoqchi bo'lsa, marhamat, mikrofon bor. Assalomu alaykum hammaga. Savolim bor edi. Bir nechta edi, agar mumkin bo'lsa. Birinchi savolim, mana shu SSC sizlari xalqaro akademiyalaringizda avtomatizatsiya o'rnatilganmi yo'qmi? Shu menga qiziq edi. Keyin ikkinchisi SAP tizimimiz nimani sal tushuntirish berib boring, nima bu? Keyin uchinchi savolim, mana hozir sun'iy intellekt juda ham shiddatli kirib kelyapti O'zbekistonimizga. O'zimiz ham tushuntiribmiz hozir, masalan, yaqin kelajakda ko'p kasblar yo'q bo'lib ketadi. Moliyachilarga bu qanday ta'sir qilishi mumkin? Shuni ozgina qisqacha ma'qul olasizmi? Chunki masalan, juda ham qiziq bo'ldi mana bu akademiyangiz to'g'risida bergan ma'lumotingizda. Prognoz qanaqa? Masalan, yaqin 1-2 yil, 3 yilda sun'iy intellekt bilan avtomatizatsiyalar qanday o'rin bo'ladi? Moliyachilar bilan qanday ishlash tizimi bo'ladi? Rahmat. Avtomatizatsiya deganda, menimcha buxgalter o'rnini avtomatizatsiyasi haqida aytdingiz, ya'ni sizda ham avtomatizatsiya bormi? Qaysi jarayonda mana o'quv akademiyada avtomatizatsiya, chunki CRM bo'lishi mumkin, sotuv bo'lishi mumkin. Sotuv bo'limi, CRM bormi? Albatta bor. Rahmat savolingiz uchun. Har bitta bo'limni avtomatizatsiyasi har xil prilojenyyalar bilan, har xil ilovalar bilan bo'ladi. Savdo bo'limi bo'lsa, bu hozir biz AMO CRM bilan ishlayapmiz. Aynan kadrlarni boshqarish ma'nosida o'ylaydigan bo'lsak, har bitta kadrimizni o'sha onlayn tartibda o'qitish endi o'zimiz uchun oson bo'lgan Trello dasturi asosida boshqaramiz. Undan tashqari, buxgalteriya sohasida avtomatizatsiya deganimizda sizda juda ham ko'p buxgalterda 1S dasturini ishlatishadi, foydalanishadi va bu dastur orqali qaror qabul qilishadi. Shu dastur nima ko'rsatsa, shuni to'g'ri deb bilishadi. Ana shunaqa kadrlar uchun sun'iy intellektda xavf bor demoqchiman. Ya'ni sun'iy intellekt, ya'ni robot sifatida ishlaydigan, ya'ni o'zimizni tafakkurimizni, ongimizni ishlatmaydigan, mohiyatni tushunib tahlil qilmaydigan, mana bu xarajatni kamaytirsak foydamiz shunchaga oshadi yoki mana bu investitsion proyektlarga sarmoya kiritishimiz kerak degan asosiy qaror qabul qiluvchi roliga chiqib olmasa buxgalterlar, albatta ularga hozirgi 1S dasturini undan ham oson, ya'ni balansni tahlil emas, raqamlarda ko'rsatib bera oladigan dasturlar chiqishi eng yaqin kelajakda buxgalterlarga bo'ladigan xavfni yaqqol misoli demoqchiman. Shuning uchun men ko'pchilik faqat dasturga yondashib olgan, hali kvalifikatsiyasi haqida, hali malakasi haqida, hali moliyaga o'tmagan. Mana hozir aytishdi, buxgalteriya so'zi emas, moliya so'zini ishlatishingizni tavsiya qilardim deyishdi, to'g'ri aslida. Moliya tizimiga o'tmagan har bitta kadr uchun xavf bor. Ular hoziroq xalqaro darajada, demoqchiman, xalqaro darajada o'zlarini maqomlariga, sertifikatsiyalarga ega bo'lishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki agar O'zbekistonda bu narsa xavf bo'layotgan bo'lsa, butun 180 ta davlatda undan ham katta xavfga olib keladi. Shuning uchun o'zimizni bozorda hali keling, mana ACC'ning partneri bor, CEO Central Asia bo'yicha, Markaziy Osiyo bo'yicha qaror qabul qiluvchi. Bilasizmi, O'zbekistonda 0.2% gina xalqaro standartlarga ega bo'lgan buxgalterlar bor ekan. Bu juda ham kichkina foiz demoqchiman. Ya'ni hali har bitta buxgalterga moliyachi bo'lishga juda ham katta yo'l bor, shansi bor demoqchiman. Faqat vaqtida o'qish kerak, vaqtida bilim olish kerak, vaqtida kerakli kvalifikatsiyaga ega bo'lish kerak. Bizni akademiyamizda eng katta to'siq bu o'zbek tili
ko'p o'quvchilarimiz o'zbek tilida bo'lgani uchun rus yoki ingliz tilini aynan 30 va 40 yoshdagi buxgalterlar boshqatdan o'rganishga nimasi yo'q, imkoniyati yo'q. Boshqatdan til o'rganib, kvalifikatsiyaga ega bo'lish olmaydi. Shuning uchun o'zbek tilidagi ACFP ni yaratgan hamkorligi va platformasi hech qanaqa to'siq yo'qligini hozirdan harakat qilib xalqaro darajadagi bilimni olishga imkon borligini ochdi. Ya'ni aytdim-ku, ertaga emas bugun. Ya'ni ertaga nima bo'ladi deb yashaymiz to'g'ri, lekin harakatni bugun qilishimiz kerak, o'qishni bugun qilishimiz kerak. Shuning uchun tahdid bor, faqat moliya yo'nalishiga o'tish kerak va moliyada ham 2-3 yil tajribaga ega bo'lishligi kerak bo'ladi. Eng kamida. Savolingizga javob bera oldim menimcha. Rahmat. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Ma'suma Haromova, sizga ham rahmat.